Assalomu alaykum. Chorva Biogomuz kanalimiz obunachilari. Mana xudo xolasa bu terezorimizga 3-yil. Xudo xolasa mana bu yil har yilgidan kattalashtirib ob'yomimizni go'nglar to'kib biogomuzlar chiqarish uchun tayyorlayapmiz. Go'ngimiz o'ta go'zal. Zagondan chiqqan somon aralashtirgan mana go'nglarimizga. Go'nglarimiz bir qator qizishdan o'tib, xudo xolasa chuvalchangda yeyishga tayyor bo'lib turibdi. Mana shunday qilib 1, 2, 3, 4 ta reyatga xudo xolasa yoyib boshlaganmiz. Bu joyimiz yozga juda zo'r, salqin. Kaliforniya daraxtlarining tagida mana biogomuzlarimiz o'ta go'zal bo'ladi. Bu joydan biogomuzlarimizni olganmiz, atqutlari qolgan. Atqutlari bilan chuvalchanglari. Chuvalchanglar qolgan mayda atquti bilan. Atqutini ham o'z biogomuz holatiga keltirib qo'yibdi. Chuvalchanglarimiz go'nglarimiz 25-30 cm qarillikda yoyilyapti. Bu birinchi reyatimiz. Ikkinchi reyatimiz. Texnik tekshirib yoyib chiqyapti xudo xolasa. Joy ham o'ta salqin, yoz kuniga o'ta go'zal. Bu go'ngdan chiqayotgan chang emas, bu go'ng qizib, ichidan oshiqcha o't-po'tlari o'lib, parlanib, xudo xolasa bundan oshiqcha o'tlar, nimalar chiqmaydi. Go'ng 3 oy, 4 oy turib, qizish holatdan o'tib, chuvalchang yeyishga tayyor bo'lgan. Endi mana chuvalchangga yoyilib, suvlarini berishni boshlaymiz. Xudo xolasa biogomuzlarimiz o'ta sifatli chiqadi. Xudo xolasa mana shu yerda bir 200 tonna atrofida chiqadi bu ob'yomimizdan.